قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 9-darsni o'qiymiz. Hamda bugungi darsimizda sizlarga asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun biz ilgirki soatlik darslarimizda yolg'iz, ya'ni mufrad birlik shakldagi ismni mudof qilishni, ya'ni aniqlang'uvchi qilishni o'rgangan. Hamda biz bugungi darsimizda ikkilik ismlarni va ko'plik ismlarni mudof qilishni, ya'ni aniqlang'uvchi qilishni o'rganamiz. İkilik va ko'plik ismlarni mudof qilgan vaqtimizda qanday o'zgarishlar bo'ladi, bu haqda tafsiliy to'xtalamiz. Masalan, biz ilgirki soatlik darsimizda birlik ismni mudof qilishni o'rgandik. Masalan, kitobun desak kitob shundaqo. Endi biz buni Hamid degan so'zga izof qilib, ya'ni biriktirib, Hamidning kitobi demoqchi bo'lsak, kitobu Hamidin bo'ladi. Kitobu Hamidin, Hamidning kitobi. Bu tushunishlik. Endi buningdagi qoida shuki, mudof bo'lgan, ya'ni izof qilingan, ya'ni aniqlangan so'zga elif lam kirmaydi va qo'sh o'qilmaydi. Elif lam kirmaydi va qo'sh o'qilmaydi. Lekin buning pash, zivar yoki zir o'qilishi oldin nimani talab qilsa shu o'qiladi. Lekin elif lam qat'iy kirmaydi va qo'sh o'qilmaydi. Mayli pash o'qilsin, mayli zivar o'qilsin, mayli zir o'qilsin, qo'sh holatda o'qilmaydi, taq holatda o'qiladi. Bu buningdagi qoida. Endi biz muzof qilmoqchi bo'lgan ism birlik bo'lmay, ikkilik bo'lib qolsa, masalan kitobani deganga o'xshash desak, endi kitobani ikki kitob, Hamid, Hamid. Endi Hamidning ikki kitobi demoqchi bo'lsak, ya'ni bu ikkisini izof qilmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Kitoba Hamidin bo'ladi. Buningda qanday o'zgarish bo'ldi? Oxiridagi nun mudof bo'lgan vaqtda qanday qildi? Tushib ketdi. Bu qoida. İkilik ism mudof qilinganda, ya'ni aniqlangan vaqtida izofat orqali nim bo'ladi? Oxirining nuni tushib ketadi deymiz. Shundaqla buningga alif lam kirmaydi. Birlik ismda qo'sh o'qilish tushib ketsa, ikkilik ismda nun qanday qiladi? Tushib ketadi. Kitoba Hamidin bo'ladi. Endi ikkilik ism kitobunning kitobani chiqadi. Kitobani alif bilan nun. Zivarlik holatida kitobayni. Demek bu peş halıtıda bolsun, zivarlik halıtıda bolsun. Bu mudof bo'lgan vaqtida buning oxirgi nuni qanday qiladi? Tushib ketadi. Endi ko'plik ismini mudof qilsaqchi, masalan, mudarrisuna al-jami'a. O'qituvchilar universitet. Endi universitetning o'qituvchilari deb o'qituvchilarni universitetga nisbat berib aniqlamoqchi bo'lsak, buningda o'xshashlar nuni qanday qiladi? Tushib ketadi. Ya'ni mudarrisu jami'a, mudarrisul jami'a. Universitet o'qituvchilari bo'ladi. Demak, qoida shuki, birlik ism mudof qilingan vaqtida uningdagi qo'sh, ya'ni tanvin tushib ketadi. Shu qo'sh o'qilishi biz arab tilida tanvin deb ataymiz. Tanvin tushib ketadi. Ikkilik ism mudof qilgan vaqtimizda uning nuni tushib ketadi. Ko'plik ismni mudof qilgan vaqtida uning nuni tushib ketadi. Biz bayatda deganimdek, kitobani peshlik holati, mudarrisuna mucho peshlik holati. Kitobani zivarlik holatida, ya'ni zivar o'qilishga tegishli bo'lgan maf'ulun bih bo'lib qolsa, qanday keladi? Kitobayni. Xuddi ra'aytu kitobayni deganga o'xshash. Mudarrisuna bu zivarlik holati nima bilan keladi? Ya bilan. Mudarrisina deb. Bu mayli peshlik holati alif bilan kelsin, mayli zirlik holati ya bilan kelsin. Bu mudof bo'ldi ekan, buni nima tushib ketadi? Nun tushib ketadi. Masalan, ra'aytu kitaban. Endi buni Hamidning kitobini ko'rdim deb Hamidga izof qilsak, ra'aytu kitoba, bu yerdagi kitobu emasa kitoba. Bu yerdagi bu xato yozilib qolibdi. Ra'aytu kitoba Hamidin bo'ladi. Demak, buningda mudofning o'qilishi oldidagi omil qarab bo'ladi. Endi ra'aytu kitobayn, endi kitobani peshlik holatda alif bilan keladi, ikkilik ism. Endi bu yerda kitobayni maf'ulun bih, ra'a fi'il tu fa'ili, kitobayni maf'ulun bih. Demak, zivarlik o'rinda. Mana bu shuningdek zivarlik o'rinda bo'lib qolsa-mu, buningga Hamidni mudof qilsak, ya'ni Hamidga kitobayni mudof qilsak, buning nuni qanday qildi? Tushib ketadi. Masalan, ra'aytu kitobay Hamidin bo'ladi. Uchinchisi, ra'aytu mudarrisina.
O'qituvchilarni ko'rdim. Ko'rishim kimning ustiga tushdi? O'qituvchilarning. Demak, bu yerda mudarrisina maf'ulun bih zivarlik o'rnida. Bundaq holatda bo'lgan taqdirdami, buni mudof qilmoqchi bo'lsak, masalan, al-jamiga mudof qilsak, o'qituvchilar uni qanday qildi? Tushib ketadi. Ra'aytu mudarrisil jami'a bo'ladi. Mana bugungi darsimizdagi muhim bo'lgan mazmun mana shu. Ikkinchi mazmun endi biz ism ishoratlarning birligi va ko'pligi bilan tanishgan, ammo ikkilik bilan faqat tanishmadik. Unda bo'lsa, birligi hada, erlik, birlik yaqinda ko'rsatadigan almash. Hadani erlik, ikkilik yaqinda ko'rsatadigan almash. Demak, hadaning ikkiligi qaysi? Hadani. Bumu peshk holatda alif bilan zivar yoki zillik holatda nima bilan keladi? Ya bilan keladi. Ikkiligi. Masalan, hadani peshk holatda oldida hech qanday omil yo'q. Unda bo'lsa, oldiga zivar qiluvchi yoki zir qiluvchi omil kelib qolsa, ya bilan keladi. Unda hadayni, ra'aytu hadayni deganga o'xshash. Li hadayni deganga o'xshash. Hadihi bumu ayollik birlik yaqinda ko'rsatadigan ism ishorat. Hadihining ayolligicha, ikkiligicha hatani bo'ladi. Hatani sayyaratan. Bu ikkisi mashina deganga o'xshash. Hamda hatani mu zivarlik holatni bilan keladi, ya'ni hatayni deb keladi. Zalika aw yiroqni ko'rsatish erlik birlik almishi. Ism ishorat. Hamda buning ikkiligicha zanika. Aw ikkisi degan bo'ladi. A ikki qalam. Tilka madrasatun aw maktab, ya'ni bir maktabni ko'rsatmoqchi. Hamda tilkining ikkiligicha tanika. A ikki maktab demoqchi bo'lsam deymiz, tanika madrasatan. A ikkisi maktab deganga o'xshash. Tilka yiroqdagi birlik ayollik shaylarni ko'rsatish uchun ishlatiladi degan. Demak, hadaning ikkiligi hadani, hadihining ikkiligi hatani, zalikaning ikkiligi zanika, tilkining ikkiligi tanika. Bizning bugungi darsimizdagi asosli grammatikalik mazmun shu, qolgan mazmunlarni biz dars oraliqida tushuntirib boramiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Ad-darsut tasi'u. 9-dars. Bu o'qituvchilar Majid va boshqa saboqdoshlar o'tirishga dialog ekan. Ayna qalamaya? Mening ikki qalamim qayerda? Qalamani. Buni mutakallimning yozib mudof qilgan vaqtimizda nima bo'ldi? Qalamaya. Demak, buningdagi nun qanday qildi? Tushib ketdi. Bi savtun ali, yuqori ovozda. Ara'aytum qalamayya ya ikhwan? Ey qarindoshlar, mening ikki qalamimni ko'rdinglarmi? Huma zaniya ustaz. Ey ustaz, u ikkisi zani. Avu. Huma tahta haqibatik. U ikkisi sizning somkingizning ostida. Hatu dafatirakum ya ikhwan. Qarindoshlar, daftaringlarni hatu akalanglar. Yusallimu li kulli wahidin minkum daftarayn. Topshirudi menga sizlarning har biringlar daftarin. Ikki daftarni. Daftarun nahv va daftarus sarf. Grammatika daftarini va morfologiya daftarini. At-tullabu yusallimuna lahu dafatirahum. O'quvchilar uningga, ya'ni o'qituvchiga daftarlarini topshiradi. Ayna daftaraka ya Hisham? Ey Hisham, sening ikki daftaring qayerda? Sallamtuhuma laka amsi. Tunugun sizga u ikkisini topshirdim. Asallamta li daftarayka ya Majid? Ey Majid, ikki daftaringni menga topshirdingizmi? Inni nasitu an ati bihima. Men u ikkisini akilishni unutdim. An ati degan akilish. Ata keldi. Ata degan fe'ldan ba harfi qo'shilib kelsa, keyindan bu akilish degan bo'ladi. İzhab ilal mahja'i fil fusha wa'ti bihima. Demilishda yataqqa berib u ikkisini akiling. Dafatiru man hadihi ya Haris? Ey Haris, bu kimning daftarlari? Hadani daftaraya. Bu ikkisi daftaraya, mening daftarim. Wa hadani daftara Hamidin. Va bu ikkisi Hamidning daftari. Ta'al ya Hisham. Ey Hisham, bu yoqqa kel. Xuz daftarayka. Daftaringizni eling. Ya'ni ikki daftaringizni demakchi. Ikki daftaringizni eling. Zanika daftara zamilika ya Mas'ud. Ey Mas'ud, zanika o ikkisi
sizning savoqdashingizning ikki daftari. Ayni akhawaka, sizning ikki qarindoshingiz qayerda? La yahdurani munzu yawmayni aw thalatha. 2 yoki 3 kundan beri la yahduran kelmayotidi. O ikkisi qanday bo'lmayotidi? Kelmayotidi. Kilahuma marid. O ikkilisi qanday? Kasal. Kila kilta. Biz buni mashq tushuntiramiz. Buning ma'nosi ikkilisi degan gap, kila, ikkilisi. Huma bo'lsa uning ikkilisi degan gap. O ikkisi marid, kasal. Maza bihima? O ikkisiga nima bo'ldi? Nima o ikkisi bilan billa degan gap, benim bilan degan ma'nosi. O ikkisiga nima bo'ldi? Inna kilayhima musabun bi ishalin shadid. Haqiqatan kilayhima o ikkilisi musabun bi ishalin shadid. Qattiq iç sürüş bilan musab degan gap, musibatlangan degan gap, kasallab qolgan degan gap. Qattiq iç sürüş bilan kasallab qopti. Shafahumullah. Allah o ikkisiga shifoliq bersin. Al-jawu harrun ya ustaz. Ey ustaz, havo issiq. Iftah taynikan nafizatayni ya Majid. Ey Majid, av ikki derizini aç. Iqra'id dersa ya Hisham. Ey Hisham, dersini oku. An Aisha radhiyallahu anha anin Nabiy sallallahu alayhi ve sellem قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. Ayşe radhiyallahu anhadan rivayet qilinib, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den dedi, rak'ata el-fajr. Fajrning 2 rak'ati hayrun, yaxshidir, dunyo va dunyoning ichidagi narsalardan cho'q yaxshi deydi. Inna nunal muthanna tuhzafu 'inda al-idafa. Ikkilikning nuni muzab bo'lgan vaqtida tushib ketadi deydi. Biz buni darsning boshida qanday qilgan so'zlagan. Yani ikkilik ismlarning nuni mudof qilgan vaqtida tuhzab tushib ketadi, ya'ni tashlanadi. Farak'ata, bu yerdagi rak'atal fajrdagi rak'ata uning aslisi rak'atani. Rak'atun bir rakat, rak'atani bo'lsa 2 rakat bo'ladi. Bu al-fajrga mudof qilgan vaqtda buning keyindagi nuni qanday qilgan? Tushib ketgan. Wa kazalika nunu jam'il muzakkar as-salim. Jam'i muzakkar salimning nunimi ashining o'xshash tushib ketadi. Jam'i muzakkar salim degan nima? Biz buni burun tushuntirgan. Ya'ni ko'plik bo'lgan vaqtida uning birlikdagi qurilmasi tushirilib ketmay, sog'lom holatda ko'plik qilingani. Masalan, muslim desak, bir musulmonni ko'rsatadi. Musulmonlar demoqchi bo'lsak-chi, muslimuna deymiz. Ya'ni muslim, muslimuna. Muslim birligi, muslimuna ko'pligi. Ko'plikida birliginingki qurilmasi tushirilmay, keyniga vav bilan nunning kirishi orqali ko'plik qilingan. Demak, shundoq ko'plik qilingan vaqtida birlikka sundirilmagan holatda biz buni nima deymiz? Jam'i muzakkar salim. Sog'lom ko'plik qilingan erlik ism deymiz. Ya'ni bu ism erlik bo'lsa, taqulu deysiz muslimul yabani. Yaponiyaning musulmonlari deymiz. Aslisi muslimuna. El-Yaban degan bu so'zga mudof bo'lgan vaqtida buning nuni qanday qildi? Tushib ketdi. Qala ta'ala fi suratil Baqar, dedi Alloh taolo sura Baqarada, am kuntum shuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum shuhada iz hadar Yaqub al-maut. Ölüm Yaqubga hozir bo'lgan vaqtda sizlar shuhada hozir bo'lganmidinglar? Ya'ni Yaqub vafot bo'lgan vaqtda uning qoshida hozir bo'lganmidinglar? Iz qala li banihi, o o'z vaqtida dedi o'zining bolalariga, ma ta'buduna min ba'di. Ma nima ibodat qilsizlar mendan keyin? Min ba'di. Mendan keyin nimaga ibodat qilsizlar? Qalu, dedi ular, na'budu ilahak. Sening ilahingga ibodat qilamiz. Ya'ni sen ibodat qilgan Allohga ibodat qilamiz. Va ilaha abaika Ibrahim va Isma'il va Ishaq ilahan wahida. Sening ilahing va sening dadangning ilahi Ibrahim va Isma'il va Ishaqning ibodat bo'lgan seningki dadalaringning
ilohiga ibodat qilamiz. Ilaha vahida. Yolg'iz yakkigani bo'lgan Allohga qilamiz, ilohga ibodat qilamiz. Va nahnu lahu muslimun. Biz uningga taslim bo'luvchilardirmiz. Endi bu yerda libanihi shundaqo. Fa qawluhu ta'ala Alloh taolaninki libanihi degan so'zi dedi Yaqub libanihi o'zining bolalariga. Libanihi ay li abnaihi. Bani degan ma'nosini gap, abna degan ma'nosi bolalar. Al ibnun bala shundaqo ya birlik holati. Lahu jam'an uningki ikki ko'plik bor. Jam'un bo'lsa ko'plik bo'ladi, jam'ani bo'lsa ikki ko'plik bor. Banun va abna. Banun va abnada ikki xil holat qanday qilinadi? Ko'plik qilinadi. Demak, banun va abna. Endi banun bu jam'i muzakkar salim, ya'ni oxirga vav bilan nun qo'shilib, ibnunninki oxirga vav bilan nun qo'shilib qanday qilingan? Ko'plik qilingan ism. Bunda ismni bizim degan jam'i muzakkar salim ism degan. Bunda ism mudof bo'lgan vaqtida buning oxirgi nun qanday qildi? Tushib ketadi. Qaraydigan bo'lsak, libanihi. Asli banin shundaqo. Baninning oxirgi nun yoki hu mudofun ilayh bo'lish sababidan oxirgi nun qanday qilgan? Tushib ketgan deymiz. Afahimtum? Tushundinglarmi? Na'am fahimna jayidan. Shundaq, yaxshi tushundik. Ya Hamid, hati ayatan tahwi muthanna hudifat nunuhu lil idafa deydi. Ey Hamid, hati ayatan bir ayet keltir. Tahvi o'z ichiga oladi u ayat ikkilikni tashlanib ketgan u ikkilikning nuni muzab bo'lganligi uchun. Demak, nuni muzab bo'lganligi uchun tashlanib ketgan ikkilikni o'z ichiga olgan bir oyatni keltir. Qala ta'ala li Musa alayhissalam fi surati Taha. Dedi Alloh taolo Musa alayhissalomga surati Tahada inni ana robbuka fakhla'na alayk innaka bil vadil muqaddas tuwa. Inni jazman man ana robbuk. Men sening Robbing. Fakhla'na alayk. O'tkangni sal. Ikki o'tkangni na'lani hamda fakhla' deb fi'li amr keldi. Nimani saladi? O'takni. Silishgan ish harakat nimaning ustiga tushadi? O'takni. Unda o'zi bu yerda maf'ulun bih. Maf'ulun bih bo'lganligi uchun buning nuni maf'ulun bih bo'lishi shundaqla bu kap qana qilindi, izof qilindi. Izof qilingandan keyin bu ikkilik ism izof qilingan vaqtida buning nuni qanday qildi? Tushib ketdi. Asli na'layn. Endi kap mudofun ilayhi bo'lib, na'layn mudof bo'lganligi uchun buning nuni qanday qildi? Tushib ketdi. Na'layk bo'ldi deymiz. Fakhla'na alayk. Ikki o'tkingni sal. Innaka bil muqaddasi tuwa. Sen muqaddas jilg'i bo'lgan tuwa jilg'isida. Ahsant ya Harith. Yaxshi qilding ey Harith. Harisdan o'qituvchi yaxshi qilding. Endi o'qituvchi bu yerda Hamiddan ikkilikninki nuni muzab bo'lganligi uchun tushib ketgan oyatni o'z ichiga olgan bir misol keltirdi dedi. Shundaqo. Demak, bu yerda Hamid yuqorqi oyatni akilish orqali o'qituvchining talabiga emas, holatda bir oyatni keltirdi. Bu yerdagi na'laynning nuni kap mudab bo'lganligi uchun nuni tushib ketgan ikkilik ism. Asli na'lan fakhla'na alayk deb maf'ul bihi bo'lganligi uchun zavarlik holati ya bilan kelgan deymiz. Ahsant yaxshi qilding. Ya Harith, hati misalan min al-hadith an-nabawi ash-sharif. Nabawi payg'ambar alayhisolamning hadisidan bir misol keltir. Ash-sharif degan ulug'dan gap. Ulug' payg'ambar hadisidan misol keltir. Qavlun Nabiy sallallohu alayhi vasallam li Aisha radhiyallohu anha. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Aisha radhiyallohu anha degan so'zi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Aishaga degan so'zi, ya Aisha, ey Aisha, inna aynayya, jazba mening ikki ko'zim, aynani shundaqo. Inna aynayya. Endi inna o'zining ismisini zor qiladi shundaqo. Aynani inining ismisi. Shuning uchun nima bilan keldi? Ya bilan aynayni. Endi aynayni deb ikkidan nun, eng oxirgi bir nun va buningki. Ikkilikning nuni va. Qani bu yerdagi nun qashni hakat deyilganda aynayya deb bu yerdagi mutakallimning yasiga mudob bo'lganligi uchun buningki nuni qanday qilib ketdi? Tushib ketdi. Chunki bu ikkilik ism. Jazma mening ikki ko'zam la
Cezmen mening ikki ko'zam tanaman uxlaydi. Va la yanamu qalbi. Mening qalbim qana qilmaydi, uxlamaydi. Ahsant, yaxshi qilding. Yadkhul va yusallimu thumma yaqul. Al-muraqiba nazoratchi kiradi va salom berib andan deydi. Ayyuhal ikhwa, ey qarindoshlar. Ayyu darsin lakum fil hissatil akhiratayn? Qaysi dars sizlar uchun oxirgi 2 soatda, oxirgi 2 soatda sizlarga qaysi dars bor? Kiltahuma lil Qur'anil Karim. O 2 saatning ikkilisi, kiltahuma uning ikkili saati Qur'on Karimning. Mudarrisul Qur'anil Karim fi ijtima' ma'al mudir. Qur'on Karim o'qituvchisi mudir bilan yig'inda. Fayumkinukumul insiraf ba'da al-hissati ath-thalitha. 3 soatlik darsdan keyin qaytsanglar bo'ladi. Bugungi darsimizning tekstida ikkilik ismning misollari aytib ko'p. Mudab bo'lgan ikkilik ism. Ikkilik ism mayli pashlik holatida bo'lsin, tekstimizning 5 tikka o'xshash. Masalan, ayna qalamaya. Mening 2 qalamim qayerda? Shunday-ku. Mayli zibarlik holatda bo'lsin, ara'aytum qalamayya deganga o'xshash. Buning nuni mudab bo'lgan vaqtda qanday qildi? Tushib ketadi deymiz. Unda bo'lsa ko'nikma ishlaymiz. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Bu sizlar tekstga asosan javob berilgan sizlarga topshiriq. Man allazi nasiya daftarayhi? 2 daftarni unutib qolgani kim? Lima la yahduru akhawa Mas'ud? Mas'udning 2 qarindishi nemishqa kamida? Ayna mudarrisul Qur'anil Karim? Qur'on Karimning o'qituvchilari qayerda? Hammasining javobi tekstda bor. İkincisi teammel meyeli tüendekilerini mulayizə qılın deydi. Biz bunu dərsinin başa düşendirgen. Hâzâ kitabun. Bu kitap. Hâzâ mubtada kitabun haber. Yani hâzâ kitabullahi. Bu Allah'ın kitabı. Endi bu yerde kitabun da tenvin bilen qoş okulgan kitabun. Bu yerkege vaqtda nemi üçün taq bo'lib qoladi? Chunki bu yerda Allah degan lafzil jaloliga qanday qilinganlik uchun mudab bo'lganlik uchun. Demak, yolg'iz ismlar muzab bo'lsa, uningdagi tanvillik tushib ketadi. Bu qoida. Yuhzafu tanvin 'inda al-idofa. Mudab bo'lgan vaqtda tanvin tushib ketadi. Ya'ni qo'sh o'qilish tushib ketadi. Aynal bintani? 2 qiz, haliqi 2 qiz qayerda? Ayna binta Hamidin. Hamidning 2 qizi qayerda? Bu yerda bintani ne bo'ldi? Mudab bo'lganlik uchun buning oxiridagi nun qana qildi? Tushib ketdi. Tuhzafu nunul musanna deydi. Ikkilikning nuni tushib ketadi deydi. Va jam muzakkar salimning nuni qana qiladi? Tushib ketadi mudab bo'lgan vaqtda. Ra'aytu bintayni. 2 qizni qana qildim? Ko'rdim. Endi ra'aytu bintay Hamidin. Hamidning 2 qizini ko'rdim. Bu yerda bintani pashlik holatda alif bilan keliglik, bu yerda bintayni zibarlik holatda. Chunki maf'ulun bih bo'lganlik uchun. Ra'aytu ra'a fi'il tu fa'ili bintayni maf'ulun bih. Shuning uchun nim bilan kelgan? Ya bilan kelgan. Endi bu ya bilan kelgan zibarlik o'rnidagi bu bintayn Hamid deganga muzab qilingan vaqtida o'xshashlar buning nun yana qanday qildi? Tushib ketdi. Ra'aytu bintay Hamidin. Asli bintayni nun mudab bo'lganlik uchun qanday qildi? Tushib ketdi. Hamidga mudab bo'lganlik uchun. Ja'al mudarrisuna, o'qituvchilar keldi. Ja'a mudarrisul fiqh. Fiqh o'qituvchilari keldi. Bu yerda mudarrisuna al-fiqh mudab bo'lganlik uchun nuni qanday qildi? Tushib ketdi. Demak, qoida shuki, yolg'iz ism mudab bo'lgan vaqtda uningdagi tanvin tushib ketadi. Ikkilik va ko'plik, ya'ni jam'i muzakkar salim shaklda ko'plik qilingan ko'plik ismlar mudab bo'lgan vaqtida, ya'ni izof qilingan vaqtida buning nuni qanday qiladi? Tushib ketadi. Bu bir qoida. Abhathu anil mudarrisin, o'qituvchilarni izlayman. Abhathu an mudarrisil fiqh. Fiqh o'qituvchilarini izlayman. O'xshashlar zirlik holatdami nuni qanday qildi? Tushib ketdi. Asli mudarrisina an bu yerda fiqh mudab bo'lishi bilan nun qanday qildi? Tushib ketdi.
Buni tushungan bo'lsanglar, üçüncüsü istahric mined-ders el-esma'il musanna vel mecmu'a cem'a muzakker saliman el-mahzufa nunuhuma lil-idafa deydi. Muzab bo'lganlik uchun uning nuni tushib ketgan, nuni mahzufaga tashlangan, muzab bo'lganlik uchun uning nuni tashlangan cem'a muzakker salimning ko'pligini va ikkilik ismlarni darsdan chiqaring deydi. Demak, buni darsdan chiqasizlar. Tekstini çıkarsızlar. Bu sizlerge topşiriq. Dördüncüsü teammelil emsiletel atiye lil musanna ve cem'il muzakker salim el mahzufati nunuhuma lil idafa. Mudab bo'lganlik uchun uning nuni tashlangan muzakker salimninki ko'pligini va ikkilikninki tuandagi misollarini muloyiza qiling deydi. Buni tarjima qilib muloyiza qilsizlar. Qarab boqadigan bo'lsak, igsil yadayka va rijlayka İki qo'lingni va ikki putingni yug'in deydi. Asli yadon bir qo'l, yadani ikki qo'l, rijlun bir put, rijlani ikki put. Endi bu zivarlik holatga kelib qolsa, ya'ni maf'ulun bih bo'lib qolsa, masalan, igsil fi'l amri. Nimani yuydi? Qo'lni, putni. Sharkat yana ustiga tushdi, qo'lga, putga. Demak, buning bo'ldi maf'ulun bih. Maf'ulun bih nima qiladi? Zivar qiladi. Ikkilik ism zivarlik holatini bilan keladi. Yav nun bilan keladi. Ya'ni yadayni rijlayni bo'ladi. Demak, bu yerda yadayni degan nun kapqi mudab bo'lganlik uchun qana qildi? Tushib ketdi. Rijlayni degan nun kapqi mudab bo'lganlik uchun qana qildi? Tushib ketdi. Mushuni muloyiza qilib turib o'qing deydi. Ikki qo'lingni va ikki putingni yug'in. Ibna Aliyin fil jami'a va bintahu fil madrasa. Alininki ikki o'g'li universitetda va uning ikki qizi maktabda. Buningdimi ibnani, ibnun, ibnani. Bu yerda bir tal nun batdi. Aliga mudab bo'lganlik uchun nun qanday qildi? Tushib ketdi. Va bintahu fil madrasa va uning ikki qizi maktabda. Demak, bu yerda huga binta mudab bo'lganlik uchun uning nuni qanday qildi? Tushib ketdi. Uchinchisi babal masjidi maftuhani. Masjidninki ikki ishki uchoq. Bu yerda babun ikkiliki babani. Nun el-mesjidga muzab bo'lganlik uchun tushib ketdi deymiz. Dördüncüsü qara'tu fi hadhihi al-majalla maqalan an muslimi al-Hind. Bu jurnalda Hindiston musulmonlari to'g'risida maqolni o'qidim deydi. Demak, bu yerda muslimina shunday zirlik holatda oldiga harflar kelib qolganlik uchun ya bilan nun orqali ko'plik qilinadi. Ya'ni muslimina. Muslimina degan nun tushib ketdi. Nima uchun? Bu al-Hindga mudab qilinganlik uchun deymiz. Mushul muloyiza qilgan asosda oxirgini o'zinglar muloyiza qilib tarjima qilib qilinglar, bu sizlarga topshiriq. Arika degan krislo. Sahabtu degan gap oldima, pul ilishma avtomatik pul ilish mashinasidan pul oldim deganda sahabtu deymiz. Ghammadal maridu aynayhi. Kasal o'zining ikki ko'zini yumdi deydi. Ghammada yumdi degan gap, ha. Ayna abawaka ya Anas. Bunda bu abawak degan gap ota-ona degan gap, ha, ota-onangiz degan gap. Qala ta'ala fi suratil Masad tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada. Qurib ketdi abi lahabning qo'li. Tabbat yada. Asli yadani shundag'o. Bu yerda nun abi degan so'zga qana qilganlik uchun izof qilinganlik uchun tushib ketdi deymiz. Beşincisi iqra mayli. Tuandakilarni o'qing deydi. Thumma uktubuhu ma'a kitabatil arqam al-waridati fihi bil huruf. Tuandakilarni o'qing, ondan keyin uningda kelgan raqamlarni harflar bilan yozish bilan birga yozing deydi. Bu yerda raqam son berilgan, bu sonlarni sizlar qanday yozasizlar? Harf bo'yicha yozasizlar. Birinchisi jaa min as-sin hadha al-aam 200 haj deydi. Böyle Jungo'dan 200 haj keldi deydi. جاء من الصين هذا العام 100 hacin deymiz. Bu yıl Jungo'dan 200 hacim keldi. Hac qilguvchi keldi.
Bu yerdeki mi'atun 100, mi'atani bo'lsa 200. Endi bu ikkilik shaklda bo'lg'achqa mi'atanidagi nun hajga muzaf qilingan vaqtida tushib ketadi. Mi'ata hajjin bo'ladi. Mi'atani mi'ata hajjin bo'ladi. Uridu 200 nusxatan min hadal kitob. Bu kitobni 200 nusxa lozim deydi. Kitobni 200 nusxa lozim. Endi bu yerda uridu fe'l ana fa'ili. 200 degan so'z maf'ulun bihli zivarlik o'rnida bo'lg'achqa buni ya bilan eklaymiz. Nima bo'ladi? Uridu mi'atay nusxatin min hadal kitob. Bu kitobdan 200 nusxa xohlayman. Mi'atani zivarlik o'rnida nima bilan keladi? Ya bilan. Mi'atayni bo'ladi. Mi'ataynidagi nun nusxatinga mudab bo'lganligi uchun qana qildi? Tushib ketdi deymiz. Uchinchisi ishtaraytu hadhihi as-sa'a sotib oldim bu soatni 200 riyalga deydi. Endi bu yerda bimi'ata demdik yoki bimi'atay demdik. Albatta ba harfi jar bo'lganligi uchun ikkilik ism zivar va zirlik o'rnida ya bilan keladi. Shuning uchun bimi'atay riyalin deymiz. Nima uchun bimi'atayni riyalin demaymiz? Chunki nun riyal degan so'zga mi'atdan muzab bo'lgan vaqtda qana qildi? Tushib ketdi. Shuning uchun mi'atay bo'ldi deymiz. To'rtinchisi adadat tullabil hunud bil jami'a 200 deydi. Universitetda hindistonlik o'quvchilarning soni 200. Unda bo'lsa biz buni mi'atani demdik yoki mi'atayni demdik. Ne deymiz? Mi'atani deymiz. Bu yerda buningki nuni qana qilmaymiz, tashlatmaymiz. Nima uchun? Bu mudof qilinmadi. Bu mudof qilinmasa bu nuni tashlatmaymiz. Bu nima uchun mi'atani deb keladi, mi'atayni deb kelmay? Chunki bu peshlik holatda, ya'ni xabar. Beshinchisi 1000 junay dafa'ta am 2000 deydi. 1000 shunda o 2000 deganda chu alfani deymiz peshlik holatda. Zivarlik holatda 2000 deymiz. 1000 junay ba'danmu yoki 2000 junaymi deydi. Dafa'ta, dafa'a fi'il tafa'ili. Am 2000. Unda bo'lsa bir ish degan ish harakat 2000 ustiga tushgan ekan, buni bo'ladi maf'ulun bih zivarlik o'rnida ya bilan keladi. Am mi'atayni deymiz. Buni tushungan bo'lsangiz qolganini o'zingizlar ishlab boqinglar. Oltinchisi adifil kelimatal ula ila thaniya deydi. Birinchi so'zni ikkinchi so'zga qo'shing tuvandiki. Ya'ni tuvandiki birinchi so'zni ikkinchi so'zga qo'shing deydi. Ya'ni mudof qiling demakchi. Diqqat qilgan tarafimiz shuki, ikkilik bo'lib qolsa yoki jami' muzakkar salim shaklda bo'lib qolsa, buni nuni qanday qilamiz? Tashlaymiz. Ibnani hamidun. Endi biz buni ibnani hamid muzaf qilsak, nima bo'ladi? Ibna hamidin bo'ladi. İkincisi bintani raşidun. Endi bintani raşidunga mudaf qilsak, binta raşidin. Mudafun ilayh nima bo'ladi? Zir bo'ladi. Nafizatani al-ghurfatuga mudaf qilsak, nafizata al-ghurfati bo'ladi. Mushu bo'yicha qilasizlar, qolgan sizlarga topshiriq. Buning ko'p qolsa buni uni tashlaymiz. Ya'ni muslimul yabani. Yettincisi fennil kelimatil matbu'ati bil azraq fil jumalil atiya. Tuvandagi jumladagi ko'k rang bilan besilgan xatni ikkilik o'zgartiring deydi. Misolni berdi. Ayna ammuka ya Ibrohim? Ibrohim tag'ingiz qayerda? Ammun tag'a birlik shakli, ya'ni bir tag'a deganda ko'rsatadi. Endi mush ko'k rangda bo'yalganni ikkilik o'zgartiring deydi. Ya'ni amning ikkilik o'zgartimiz. Ikkilikka alif va nunni kelamiz agar peshlik holati bo'lib qolsa. Zivar yoki zirlik o'rnida bo'lib qolsa shu ya bilan nunni kelamiz. Unda bo'lsa bu yerda qanday o'rlikda ammu nima qilibdi? Pesh ko'rindi ekan. Unda bo'lsa ayna ammaka ya Ibrohim deymiz. Ayna ammaka. Ammun ammani shunday asli. Nun bu yerda kapqa ammu mudab bo'lganligi uchun nun qanday qilgan tushib ketgan deymiz. Irfa yadaka. Qo'lingni ko'tar, ya'ni bir qo'lingni ko'tar degan gap. Ham ikki qo'lingni ko'tar demak bo'lsa nima deymiz? Endi qaraydigan bo'lsa yada dal nima qilibdi? Zivar. Demak bu yerda yadun degan so'z zivarlik holat ekan. Unda bo'lsa ya bilan nun orqali ikkilik qilinadi. Kapqa mudab qilingan vaqtda bu nun o'chib ketadi. Nima bo'ladi? Irfa yadayka bo'ladi. Yadayka. Ikki qo'lni ko'tar degan bo'ladi. Maza qalatil mar'atu li bintiha? Ayol qizig'i nima dedi?
Endi şu bir qizi shundoq ikki qizg'in endi dedi o'zgartang demoqchi. Shu ko'k rang bilan bo'yalganni. Maza qalatil mar'atu li bintayha. Asli bintun birliki, bintani ikkiliki. Alif va nun orqali ikkilik qilinadi, pashk o'rni bo'lib qolsa, zivar va zilik o'rni bo'lib qolsa, ya nun orqali. Lam bu yerda harfi jar bo'lganligi uchun zirlik o'rnida, shuni ya bilan nun orqali ikkilik qilinadi. Nunning tushib ketishining sababi ha degan damirga mudof qilinganligi uchun nun tushib ketdi. Nima bo'ldi? Li bintayha bo'ldi deymiz. To'rtinchisi ghasaltu rijli. Putumni yuvdim, bir putumni yuvdim degan bo'ladi. Endi ikki putumni yuvdim demoqchi bo'lsak, rijlun bir put, rijlani ikki put. Endi rijlun bu yerda qanday o'rinda? Albatta ziverlik o'rinda. Chunki putamni yuvdim ish harakat uning ustiga tushdi. Maf'ulun bi. Unda bo'lsa bu yerda ya bilan eklamiz. Ghasaltu rijlayya bo'ladi. Rijlayya. Ahada tilmizuk bu sizning shogirdingizmi? Tilmizun bir shogird, tilmizani ikki shogird. Endi biz tilmizni qanday qilamiz? Ikkilik qilamiz. Qaraydigan bo'lsak, tilmiz pashlikmikan, ziverlikmikan? Pashlik. Unda bo'lsa alif nun orqali ikkilik qilamiz, tilmizani bo'ladi. Kap mudob bo'lganligi uchun buningdagi nun chiqib ketadi. Ahada tilmizak bo'ladi. Bu ikkisi sizning saboqdashingizmi? Endi bu yerdagi hadamu ikkilik o'zgaradi. Ahadani tilmizak. Oltinchisi xud risalatak. Xatingizni eling. Siz kelgan xat eling demoqchi bo'lsak, xud risalat. Xatingizni eling. Endi sizning ikki poch xatingizni eling demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Xud risalatak. Ikki poch xatingizni. Buni nima nunni tashlaymiz. Ba'a ukasha baytahu. Ukasha uyini satdi. Endi bu yerdagi baytahu, mi'a, akhu, akhiha, abuha. Mush ko'krani bo'yalgan so'zlarni ikkilikka o'zgartirsizlar. Bunda pashlik holatda bo'lsa, alif bilan akislar, zivar yoki zirlik holatda bo'lib qolsa, qanday akislar? Ya bilan akislar. Bu sizlarga topshiriq. 8-si adifil asma'al atiya ila ya'il mutakallim wadbit al-ya bish-shakl ilman bi anna ya'al mutakallim maftuhatun ma'a ismin akhiruhu alifun aw ya'un sakina deydi. Tuvandagi ismlarni mutakallimning yasqa mudof qiling. Mutakallimning yasqa qiling, mudof qiling va ya'ni shakl bilan, ya'ni harakat bilan bekiting. Ilman shunu bilib qo'ying, bi anna ya'il mutakallim al-maftuha ma'a ismi akhiruhu alif aw ya sakina deydi. Shuni bilib qo'ying, jazman mutakallimning yasi maftuhatun zivar o'qiladi, oxirisida alif yoki sakinlik ya bo'lgan ismlar bilan billa. Diqqat. Mutakallimning yasi deganimiz ananinki muttasil shakli. Ana men. Yi olsa mening degan bo'ladi. Masalan, kitobi, mening kitobim, qalami, mening qalamim. Kitobi, qalami degan mutakallimning yasi odatda nima o'qiladi? Qalami hammasi sukun holatda. Shundaq-ku. Endi bu yerda sizlarga deb qo'ygani, agar bu mutakallimning yasi oxirida alif ba ismga mudof qilinib qolsa, oxirida alif ba ismga mudof qilinib qolsa yoki sakinlik ya ba ismga mudof qilinib qolsa, bu mutakallimning yasi zivar o'qiladi deydi. Masalan, axavani ikki qarindosh. Endi ikki qarindosh deganni mutakallimning yasiga muzof qiling deydi. Endi biz mutakallimning yasiga muzof qilsak, bu axavan degan ikkilik ismni nunni qanday qilamiz? Elib tashlab o'tamiz. Undan keyin mutakallimning yasini akelamiz. Mutakallimning yasini akelay deb qopsak, bu axava degan so'zning oxiri alif bo'lib qoldi. Demak, yuqori degandek oxirida alif bo'lib qolsa, mutakallimning yasini nima qo'ydik? Zivar. Unda bo'lsa axavaya. Axavaya. Uxtani ikki qiz qarindosh. Endi buni mutakallimning yasiga muzof qilamiz. Ikkilik ism bo'lg'achqa nunni deb tashlab o'tamiz. Endi oxir alif bilan to'xtagan ism bo'ldi. Oxirda alif ba ismga mutakallimning yasiga muzof qilgan vaqtda mutakallimning yasiga nima qiladi? Zivar qiladi. Uxtaya. Abawani shuni abawaya, sadiqaya, zamilaya, yadaya, aynaya deganga o'xshash. 9-si adifil kalimatil matbu'ata bil azraq ila ya'il mutakallim wadbitil ya bish shakl. Endi yuqorqi qoidani tushungan bo'lsanglar, ko'k rang bilan besilgan so'zlarni
mutakallimning yasiga mudof qiling va ya'ni shakl bilan, ya'ni harakat bilan bekiting. Zivor o'qamdoq zirmi. Ghasaltur rijlayni deydi. İki putni qana qildim? Yudim shundaqo. Endi ikki putni yudim demoqchi bo'lsaqchi, men ikki putni yudi degan bo'ladi. Endi ikki putni yudim demoqchi bo'lsaqchi, ikki putimni yudim demoqchi bo'lsaqchi. Ghasaltu rijlayni bo'lsa, ikki putni yudim shundaqo. Endi ghasaltu rijlayya bo'lsa, ikki putimni yudim degan bo'ladi. Rijlayni shundaqo, rijlayni zivarlik holatda rijlayni. Endi biz buni mutakallimning yasiga muzaf qilsak, rijlayya bo'ladi. Rijlayya. Endi baytimiz degan agar ismning oxirida sokinlik ya bo'lib qolsa, buning da mutakallim yasini nima qiladi? Zivar qiladi degan. Rijlay. Bu yerda nunni ikkilik ismni mudaf qilgan vaqtda nunni tashlaymiz degan qoidaga asosan nunni tashlayotdik. Endi bu yerda sokinlik ya bo'lib qoldi. Biz muzaf qilmoqchi bo'lgan mutakallimning yasini muzaf qilmoqchi bo'lgan ismning oxirisida sokinlik ya bo'lib qolsa, mutakallimning yasini nima qo'ydik? Zivar qo'ydik. Shu qoidaga asosan rijlayya bo'ldi. Mutakallimning yasi va bu ikkini idg'om qilib biz mutakallimning yasini nima o'qidik? Zivar o'qidik. Rijlayya deymiz. Ghammadtul aynayn dedi. İki ko'zni yumdim. Unda bo'lsa ikki ko'zni mening ikki ko'zimni yumdim demoqchi bo'lsaqchi, aynayn degan so'zni mutakallimning yasiga muzaf qilish uchun ikkilik bo'lganlik uchun nunni deb tashlaymiz. Aynay bo'ldi. Endi biz mutakallimning yasini muzaf qilmoqchi bo'lgan so'z oxirisida ya bo'lib qolsa, mutakallimning yasini zivar o'qiydiq deydigan qoida bor. Shunga aynayya deb ikki yani idg'am qilib mutakallimning yasini nima o'qiymiz? Zivar o'qiymiz. Da'awtu sadiqayya, sa'altu zamilayya, rafa'tu yadayya, al-ustadani min Misr, al-ustadiyya min Misr. Mana ikki ustozim Misrdan. Men ikki qo'limni ko'tardim, ikki savoqdishimdan so'radim, ikki do'stimni chaqirdim deganga o'xshash. Bunun qag'inni o'zing anglab boqing. 10-si tuvandagi kila va kiltaninki misollarini mulohaza qiling deydi. Kila va kilta, kila ikkilisi, kilta ikkilisi, kila erlik, kilta ayollik. İkkilisi deb ayolni ko'rsatmoqchi bo'lsak, kiltani ishlatamiz. Uning ikkilisi deb erni ko'rsatmoqchi bo'lsak, yoki erlik shakldagi narsa kerak bo'lsa-mu, shu erlik turga tava bo'lib qolsa, kilani ishlatamiz. Masalan, ayna axavak, ikki o'g'il qarindishing qayerda? Shundaqo, endi biz uning ikkilisi Dimashqda demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Kilahuma fi Dimashq. Uning ikkilisi Dimashqda. Ara'aytal mudarrisayn, ikki o'qituvchini ko'rdingizmi? Naam, ra'aytu kilayhima. Uning ikkilisini qanday qildim? Ko'rdim. Ayna talibatanil jadidatan, ikki qiz o'quvchi qayerda? Endi bu yerda qiz. Uning ikkilisi deb qizni ko'rsatmoqchi bo'lsak, kiltani eklamiz. Kiltahuma indal mudirati. Uning ikkilisi mudirning qashida. Endi kila, kilta bu yerda peshlik holatda kila, kilta bo'ladi. Zivar yoki zirlik holati bo'lib qolsa shu kiltay, xuddi ikkilik ismga o'xshash ya bilan keladi. Masalan, ayya suratayni hafizda. Ikki suraning qaysini yodladingiz? Hafiztu kiltayhima. O ikkilisini yodladim. O ikkilisini qana qildim? Yodladim. Kilta bu yerda kiltadagi alif ya o'zgaradi. Chunki yodladim, uning ikkilisini deb bu yerda kilta nima bo'ladi? Maf'ulun bih bo'ladi. Hafiza fiil tu fa'ile kilta maf'ulun bih. Zivarlik o'rni bo'lg'achqa buningdagi alif nimaga o'zgaradi? Ya o'zgaradi. Bil lug'atil arabiyyati katabat al-unwana am bil fransiyya. Adresni arabcha yozdingizmi yoki fransuzcha yozdingizmi? Katabtu bi kiltayhima. O ikkisi bilan qana qildim? Yozdim. Ba harficha kila deganni ba'ning kirishi bilan kiltay deb alifni nimaga o'zgartiramiz? Ya'ga. Demak, zivar zirlikda kiladagi, kiltadagi alifni ya'ga o'zgartiramiz. Kilahuma o'chada kilayhima o'zgaradi. Kiltahuma kiltayhima o'zgaradi. Men minkuma maridul yawm. Sizlar ikkinlardan bugun kim kasal? Kilana marid. Ikkilimiz kasal. Ikkilimiz kasal. Endi buningga na deganda buni qo'shamiz. Chunki na degan
İkilik ve köpük qanday ortaq işletilir. Min ayna talibatanil jadidatan iki qiz yangi o'quvchi qayerda? Kilahuma minan nimsa. Uning ikkilisi Nimsadan. Ayyal mudarrisayni sa'alta. İki o'qituvchining qaysisidan so'radingiz? Sa'altu kilayhima. Uning ikkilisidan so'radim. 11-si Acib anil as'ilatil atiya musta'milan kila va kilta deydi. Kila va kiltani ishlatgan holatda tuvandagi savollarga javob bering deydi. Ayyul qalamayni da'a. İki qalamning qaysi yutdi deydi. Endi biz buningga kila bilan kiltani ishlatib javob beramiz. Biz u ikkisi deb ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa erlik bo'lsa kila bilan, u ikkisi deb ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa ayollik bo'lsa kilta bilan. U ikkisi deb ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa peshlik bo'lib qolsa kilo bilan, pesh bo'lib qolsa kilo bilan, agar u zivarlik yoki zilik bo'lib qolsa kilay va kiltay bilan. Demak, bu yerdagi alif nima o'zgaradi? Ya o'zgaradi. Ayyul qalamayni da. Ikki qalamninki qaysi yutdi desa, qalam degan erlikmi, ayollikmi? Albatta erlik. Unda bo'lsa biz unga ikkilisi yutdi deb javob beramizda albatta. Do'sa kilahuma da'a. Ikkilisi qanday qildi? Yutdi. Ayyal kitabayni turidu an tashtari? Kitobning qaysini xohlaysiz sotib olishni? Ikkilisini xohlaymiz demoqchi bo'lsak-chi. Uridu an ashtariya kilayhima bo'ladi. Kilayhima chunki bu yerda maf'ul, ya'ni zivarlik o'rinda. Ayyal majallatayni qara'ta. Ikki jurnalning qaysini o'qidingiz? Ikkilisini o'qidim demoqchi bo'lsak-chi. Bu yerdagi majalla qanday? Erlikmi, ayollikmi? Ayollik. Majallatun shunday unda bo'lsa qara'tu kiltayhima. Uni ikkilisini qanday qildim? O'qidim. Nima uchun kiltahuma demak kiltayhima deymiz? Chunki bu yerda qara'tu, qara'a fi'l tu fa'ili. Kiltayni bo'ladi bu yerda maf'ulun bih. Zivarlik o'rinda shunga ya bilan keldi deymiz. Ayya sa'atayni suriqat. 2 soatning qaysi o'g'irlandi deydi. Ikkilisi o'g'irlandi desak bo'ladi. Buningga javob berib boqinglar. Javob bergan vaqtimizda kila va kilta bilan biz ishorat qilmoqchi, domirini qo'shmoqchi bo'lgan vaqtimizda shu qaysi munosib bo'lsa, erlik bo'lsa, erlikni kelamiz. Kilani biz u ikkisi demoqchi bo'lgan so'z ayollik bo'lib qolsa kiltani kelamiz. Bunga diqqat qilasizlar. Kila va kilta ismani lafzuhuma mufrad. Endi kila va kilta ikki ism bo'lib, uning ikkisininki labzi mufrad. Buni birlik labzi deb qaraymiz. Va ma'nahuma musanna. Amma uningki ma'nisi ikkilik. Va mura'atul lafzi aktharu deydi. Unda bo'lsa buning ma'nisi ikkilikkan, labzi birlikkan. Endi buningga rioya qilgan vaqtimizda ikkilik bo'yicha muomala qilamdiq yoki birlik bo'yichami deganda mura'atul lafzi, labziga rioya qilish, ya'ni birlik bo'yicha muomala qilish akthar, ko'proq. Masalan, kilahuma u ikkilisi jadidun, yangi deymiz. Bu yerda sifat, kilaninki sifati qanday keldi? Birlik holatda labziga rioya qilib. Kiltahuma mujtahidun, uning ikkilisi tirishchan. Bu yerda mu kilta degan labziga rioya qilib mujtahidun birlik shaklda keldi. Endi uni ma'nisiga rioya qilsaqchi bo'lsak, va yajuzu mura'atu ma'nahuma. U ikkisining ma'nisiga rioya qilsak bo'ladi. Ya'ni ma'nisiga rioya qilib turib, kilahuma jadidani, kiltahuma mujtahidani deb buni ma'nisiga qarab turib muomala qilsak bo'ladi. Ammo labzga qarab turib muomala qilish bu ko'proq deydi. 12-si ta'ammalil amthila li zanika va tanika. Zanika va tanikaning misollarini mulohaza qiling. Hada kitabun. Hadani kitabani. Hadaning ikkiligi hadani. Biz darsni boshida tushuntirgandik. Hazihi sayyaratun. Bu mashina. Hatani sayyaratani. Bu ikkisi mashina. Bu yerda hatani hadihining ikkilik shakli. Zalika qalamun. Avu bir qalam. Zanika qalamani. Avu ikki qalam. Demak, zanika zalikaning ikkilik shakli. Tilka madrasatun. Avu maktab. Tanika madrasatani. Avu ikki maktab. Demak, tilkining ikkiligi tanika.
Buni tushungan bo'lsanglar, tuvandagi jumlalarni o'zingizlar tarjima qilib ishlaysizlar. Hada axi, bu qarindishim. Va zalika sadiqi, va avu do'stim. Hadani kitabaya, bu ikkisi mening nimam? Kitobim. Va zalika kitaba zamili, va av ikkisi savoqdishimning ikki kitobi. Hatani al-hafilatani tasirani ila al-jami'a. Bu ikki avtobus universitetga boradi. Tasirani mang'udi degan gap. Va tanika ila al-matar. Va av ikkisi ayrılığına mağdu. Demek hatani, hadihining ikkiligi, tanikachu tilkining ikkiligi. Mushuni o'zlashtirishni talab qilmoqchi. Qolganini o'z anglashtirib boqaman. Qala Allohu ta'ala li Musa alayhisalom, dedi Alloh taolo Musa alayhisalomga, "Fazānika burhanani min rabbik." Ash ikkisi sen Rabbing tarafidan bo'lgan nima? Burhan, hujjat demakchi. Fir'aun va uningki qavmiga bo'lgan hujjat. Demek bu yerda zalikaning ikkilik shakli. Zanika ikkilik. Chunki bu yerda hujjat ikkilik bo'lg'achqa. 13-si da'fil faragh fi ma ya'ti isma isharatin munasiban lil ba'id. Tuandagi bo'sh o'ringa yiroqqa munosib ism ishorat qo'ying deydi. Hada bayti deydi. Bu uyim. Endi bu uyimda bu bo'sh o'ringa yiroqni qo'yamiz. Bu uyim va av qarindishimning uyi demoqchi bo'lsak, hada beyti va zalika beytu axi. Birlik bo'lg'achqa birlik shaklini qo'yamiz. Hadani axawaya. Bu mening ikki qarindishim. Endi o mening ikki savoqdishim demoqchi bo'lsak deymiz. Zalikani ikkiligini keltiramiz. Yana bo'ladi zanika va zanika zamilaya. O ikkisi mening savoqdishim. Hatani bintaya. Bu ikkisi mening qizim. O ikkisi mening qiz qarindishimning qizi demoqchi bo'lsak deymiz. Tilkininki ikkiligini bo'ladi tanika. Va tanika binta ukhti deymiz. 4-si iftah hadaynil babayn. Bu ikki eshikni och. O ikki derizani ochma demoqchi bo'lsak deymiz. La taftah tanikan nafizatayn. Taynika la taftah taynikan nafizatayn deymiz. Ya waladu igsil hatayn as-sayyaratayn. Ey bala, bu ikki mashinani yo. La taghsil yumg'in a ikki mashinani da endi yiroq ko'rsatmoqchi bo'lsak deymiz. Yiroqninki ayolliqi, sayyara ayolliq ikkilik shaklda bo'ladi. Taynika la taghsil taynika as-sayyaratayn deymiz. 14-si tuvandagi fe'llarning mudorisini keltiring. Sahaba bankadan pul oldi, avtomatik mashinadan pul oldi. G'ammada ko'zni yumdi, kafa yetarlik bo'ldi, ba'a yutdi, zaya bo'ldi, yutdi degan gap. 15-si hati jam'al asma'il atiyat. Tuvandagi ismlarning ko'pligini keltiring. Arika kirslo. Buni ko'pligini lug'atingizda topasizlar, sizlarga topshiriq. Mablag' degan gap. Ajir degan gap ijara qilingan odamni ko'rsatadi. Sivarun bilayuzuk degan gap, bilayuzuk qo'l soldigan ayollarning. Hissatun degancha 1 soatlik dars degan gap. 16-si tuvandagi ismlarning mufridini, ya'ni birligini keltiring. Yuqorida bizga ko'pligini berdi. Hunudun Hindistonliklar, dual davlatlar, favaki mevcuvilar. Endi yuqorgi so'zning birligini topsizlar, bu sizlarga topshiriq. 17-si endi ata yati. Ata keldi, yati keladi. Buningdan fe'l amrini biz yuqorida o'rgangan qoida bo'yicha, ilgirki soatlik darslarimizda o'rgangan qoida bo'yicha chiqaramiz fe'l amrini, ya'ni fe'l mudori'dan chiqaramiz. Qanday chiqaramiz? Fe'l mudori'dan tunji qadamda oxirini qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Agar oxirgi harfi kasal harf bo'lib qolsa qanday qiladiq? Sukun qilishga tegishli bo'lib qolsa qo'shib tashlab o'tamiz. Ya'ni yati degandan yani qo'shib qanday qilib o'tamiz? Tashlab o'tamiz. Yati bo'ldi. Ikkinchi qadam mudori harfini qanday qilamiz? Ilib tashlab o'tamiz. Ondan keyin buningga alifdan birini ekib beramiz. Qanday alif ekib beramiz? Buning aynan barobarlik harfi zir qilg'achqa zir holatga alif ekib beramiz. Nima bo'ladi? Iti bo'ldi deymiz. Endi iti desak, bu arab tilida tilga eg'ir bir gap. Iti kel degan gap, ha? Kel iti degan gap.
Shuning uchun, chunki ikki hamza bir yerda kelib qoldi bu yerda iti deb. Shuning uchun tilga yengillashtirish uchun buni arablar iti deb ikkinchi hamzani nimaga o'zgartgan? Yog'i o'zgartib ishlatgan. Shunday deydi, ata ya'tidan amri. Buyruq bil iti chiqadi deydi. Bu iti desak, bu qaysi tushunmaydigan o'lchamga kelsak, buning asli iti. Biz hozir tushuntirgandek iti. Iti desak, ikki dona hamza bilan alif bir yerda kelib qoldi. Shunga bu tilga eg'irida bu yerdagi ikkinchi hamzani yog'i o'zgartib o'tgan deymiz. Endi bu yerda sizlarga uqtirmoqchi bo'lgan gap lekin hamzatu thani ikkinchi hamza, ya'ni iti yaning o'rnidagi asli ba hamza, ma hamza, iti. İkinci hamza qaytib keladi vodin va fadin keyin. Demak, fe'l amrining boshiga vo yoki fa kelib qolsa, odatda fe'l amrining tunji alif qanday qilib o'qiladi? Tashlanib. Masalan, vaktub, vaqra, faqra, faktub deganga o'xshash hamza tashlanib o'qiladi. Shundaqo. Shunda vaqtda fa yoki vodin keyin buningki yog'i o'zgarib ketgan ikkinchi hamzasi qaytib keladi. Nima bo'ladi? Va'ti, fa'ti bo'ladi. Uni va'ti desa, kal, fa'ti, kal degan gap. Bu yerdagi ba'zida bog'liq qo'shimcha, ba'zida atfi, ba'zida savviyat degandek ma'nolarda keladi. Zalik ashu li'anna al-hamzatal ula, chunki birinchi hamza, ya'ni iti degan birinchi hamza fi hadhihi al-hala mush holatda tuhzafu fi nutqi. O'qishda tashlanadi. Ya'ni fa vodan keyin birinchi hamza fe'l amrini qanday qilib o'qildi? Tashlanadi. Vaktub, vaqra deganga o'xshash. Lahiz, muloyiza qiling, anna hamzatal amri, amrining hamzasi tushib ketadi yozgan vaqtda. Mush so'zlarda. Ya'ni vaqti, fa'ti. Fe'l amrisiningki hamzasi qanday qildi? Tushib ketadi. Birinchi hamzasi tushib ketadi. Vaqti, fa'ti. Asli bu yerda fe'l amriningki biz akagan bir hamzasi bor, amrining hamzasi bor. Bu o'qilgan vaqtda albatta tushib ketadi. Vodan keyin kelyapti, yozgan vaqtda qanday qiladi? Tushib ketadi. Endi ata keldi. Ata degan fe'ldan keyin ba harfi undan keyin kelgan so'zga qo'shilib kelib qolsa, ep keldi degan bo'ladi. Ata bir şey olsa neresi kirek ep geldi. Ahdarahu uni keltirdi degan bo'ladi. Deysiz, ma ataytul yawma bi daftarin nahwi. Bugun grammatika daftarini akamidim deymiz. O'z ataytu keldim shunday o. Ba kelganlik uchun akamidim. Ve Kur'an-ı Kerim'de qala İbrahimu fe innalloha ya'ti bish-shams. Dedi İbrahim, dezmen Allah Taala ya'ti asli kelidu. Keyin ba kelishni ep kelidu. Cezmen Allah Taala ekelidu quyoshni mashriqdan. Fa'ti biha min al-maghrib. Onda olsa fa'ti degan gap ekbaq fa'ti. Keltursan o quyoshni mag'ribdan. Bunun Allohi mashriqdan keladi. Endi sen ilohlikni da'vo qilgan gapingda rasul bo'lib qolsang, uni mag'ribdan akab baq. Buni kimga degan? İbrahim alayhisalom Namrodga degan. Da'vo saqlashlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.